Sen Koreya desanmi, Koreyani madaniyatiga, Koreyani qoidalariga amal qilishing kerak deb aytyapsiz. Koreys menga ozgina tortishib qoldik. Xullas kalom, bugun voqeani aytib beraman. Kechki paytga ovqat buyurtirish kerak edi. Men aytdim, shunaqa ovqat buyuring menga, men ham yeyman dedim-da. O'zi kamdan kam yeyman-da bu koreyslarda ovqatdan. Keyin buyurtma qilib qo'ydim dedi ovqatni. O'zi buyurtma qilib qo'ydim. Sen oldinroq aytmabsan-da dedi. Ha, bo'pti, yana buyurtma qiling. Unda men ham bugun ovqatlanaman sizlar bilan birga deb aytdim. Keyin menga shunday g'alati ko'ryapti. Sen menga olib gapirmading, menga noto'g'ri gapiryapsan dedi. Men qanday gapirishim kerak? Ha, buyurtma qilib bo'lgan ekansiz. Bo'ldi, yana buyurtma qiling. O'sha ovqat paytigacha yetib keladi desam, aytayapti, sen bunday gapirishing bilan uzoqqa bora olmaysan. Sen menga gapirishing kerak deyapti. Aka, sizga oldinroq ovqatni aytmaganligim uchun meni kechiring. Yana bir porsiya ovqat zakaz qilib bering menga qo'shib deb men gapirishim kerak ekan. O'zi aslida 100% to'g'ri u. Haqiqatda aytayapti. Chunki o'sha men gapirishim oddiy. Ha, bo'pti, yana unda zakaz qilib bering deb aytdim. Endi uni aytish iltimos qilib qaytadan o'sha zakaz qilib bering deb shu iltimos bilan kechirim so'rab gapirishim kerak ekanda. O'sha meni aybim bo'lyapti. Endi men aytayapman, men o'zi xarakterim shunaqa o'zi. Men uni gapiraman, o'zi ish paytida o'zi onasini aytsa, 12 soatdan ishlayapmiz. Bundan keyin 4 soat ishlaymiz-da. Charchab yotibmiz. Endi men unga yana iltimos qilib kechirim so'rab o'sha ovqatni oldinroq zakaz qiling demaganligim uchun kechirim so'rab aytishim kerak ekan. Menimcha to'g'ri, chunki bularda madaniyati, bularda bir-biriga bo'lgan hurmati har qanday holatda ham o'sha hurmatini joy-joyiga qo'yib qo'yadi-da. Endi men o'zimni muomalam unaqa emasligi uchun o'sha boraman-da, menga ham zakaz qilib ber, bo'lmasa sensirab gapiraman. Endi koreys tilida 100% chiroyli sizlab gapira olmayman-da. O'sha sensirab gapirib o'rgandirman. Shunaqa menga jahl qilyapti endi. Agar yana bir marta shunaqa gapirsang, sen bilan urushib qolaman. Men qaytib endi bunaqa gapirmagan deyapti-da. Onasini emsin. O'shaning uchun men o'sha madaniyatni mana hozirgacha yaxshi bilmaganligim uchun shunaqa vaziyat bo'lyapti. O'shaning uchun koreyslarning madaniyati, men Koreyadanmanmi? O'sha koreyslarning madaniyatiga amal qilishim kerak. Bu yerda qoidasiga, qonuniga, to'g'rimi? U shunaqa deyapti, men xo'p dedim. Men boshqa gap ayta olmayman-da. Bilmadim. O'shaning uchun sizlar ham yaxshilab o'rganinglar, o'sha madaniyatini ham gapirishni ham qiynalmaysizlar menga o'xshab. To'g'ri, O'zbekistonga borsam, O'zbekistonda qonun qoidalariga o'zim bilganimda yashayman. Bu yerda Koreyaning qonun qoidalariga amal qilishim kerak. Xo'p deymiz-da endi.